Bilasanmi, kitobni majburlab o'qimaydi. Kitob chaqiradi. Qachon tayyor bo'lsang, o'sha payt keladi. Men ham bir paytlar kitob zerikarli deb o'ylardim. Aslida zerikarli bo'lgan men edim. Bir sahifa o'qiysan, keyin yana bittasi. Sekin-sekin atrof jimib qoladi. Telefon uzoqlashadi, vaqt sekinlashadi va bir payt tushunasan, sen boshqa dunyodasan. Kitob seni baqirib kuldirmaydi, lekin ichingda tabassum uyg'otadi. Kitob yig'latmaydi, lekin yuragingni bosadi. Eng qizig'i, sen yolg'iz o'qiysan, lekin yolg'iz emassan. Adabiyot chiroyli gaplar emas, adabiyot o'zingni tanib qolish. Ba'zi qahramonlarda o'zingni ko'rasan. Ba'zi jumlalar sen aytolmagan gapni aytib beradi. Shunda tushunasan, men ham tushunadigan kimdir bo'lgan ekan. Kitob o'qigan odam birdan boy bo'lib ketmaydi, lekin u sabrli bo'ladi, teran fikrlaydi, kam gapirib, ko'p o'ylaydi. Eng muhimi, u hayotni chuqurroq ko'ra boshlaydi. Agar sen hozir bitta sahifa o'qisang, balkim hech narsa o'zgarmas. Lekin agar sen odat qilsang, hayoting o'zgaradi. Chunki katta o'zgarishlar doim kichkina sahifalardan boshlanadi. Shu sababli men 5 ta odamga kitob sovg'a qilmoqchiman. Shartlar juda oddiy. Kanalga obuna bo'lasan, kommentariyada yozasan. Hayotingda seni eng ko'p o'zgartirgan kitob qaysi? Yoki qaysi kitobni o'qimoqchisan? Agar biz 10 000 ta obunachiga yetsak, bu sovg'alar o'z egasini topadi. Kitob sovg'a emas, kitob yo'l. Balkim shu video seni birinchi sahifangdir.